Ko'hna va Boqiy Samarqand yana bir nufuzli xalqaro anjumanga mezbonlik qilmoqda. Hozir Imom Maturidiy tavalludining 1155 yilligi munosabati bilan Maturidiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasining ochilish marosimi va asosiy muhokamalari bo'lib o'tmoqda. Hamkasbimiz Bobur Esonov jonli efir orqali anjumandan xabar berishga shay. Marhamat Bobur. تصبح شموس علومهم ومعارفهم على العالم كما كان شأن أسلافهم هنا. Studiya rahmat. Hozirda Samarqand shahrida mazkur ilmiy amaliy konferensiyaning ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Anjuman avvalida prezidentimizning tabrigini O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisi Ruslan Davletov tadbir ishtirokchilariga o'qib eshittirildi. Tabrikda aytilganidek, bugun O'zbekistonda diniy ma'rifiy sohadagi ishlar yangi bosqichga ko'tarilgan va mazkur konferensiyada 26 ta davlatdan 70 nafarga yaqin taniqli islomshunos olimlar, muftiylar, davlat va jamoat arboblari, diniy idora vakillari ishtirok etmoqda. Yonimda suhbatdosh bor Jamoliddin Karimov, Imom Maturidiy ilmiy tadqiqot markazi direktori. Jamoliddin aka, so'nggi yillarda mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar, xususan Imom Maturidiy ilmiy merosini o'rganish bo'yicha qilinayotgan islohotlar haqida ma'lumot bersangiz. Haqiqatda so'nggi yillarda yurtimizda diniy ma'rifiy sohada misli ko'rilmagan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarni nafaqat yurtimizda, balkim xorijda xalqaro tashkilotlar tomonidan, olimlar tomonidan yuksak bir baholanib, alohida bir e'tiroflarga sazovor bo'lmoqda. Yurtimizda mana shunday islohotlar asosida vatanimizdan yetishib chiqqan buyuk shaxslarning, ajdodlarimizning umuman ilm fan sohasiga yuksak bir o'zini sivilizatsiyaga qo'shgan hissasini hissa qo'shgan ajdodlarimizning nomini yanada abadiylashtirish, ularning nomini tiriltirish maqsadida juda ham ko'plab mana shunday ishlar amalga oshirildi, islohotlar amalga oshirildi. Shular qatorida bevosita Imom Maturidiy hazratlarining e'tiqodni to'g'rilovchi, insonlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi kabi sifatlar bilan sifatlangan mana shunday zotning nomi alohida bir ulug'lanib, u kishining nomiga, sharafiga 2020-yilda bevosita yurtboshimizni qarorlari bilan Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etilgan edi. Qarangki, mana mart oyida bevosita yurtboshimizning o'zlari aynan mana shu olimning, Imom Maturidiy hazratlarining 1155 yilligini keng nishonlash bo'yicha alohida qaror qabul qildilar. Va bunda Samarqand shahrida Maturidiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat mavzusida xalqaro konferensiyani o'tkazishda alohida qarorda band qilib qo'yildi va mazkur shahardagi o'zini amali shunday. Jamoliddin aka, ushbu ilmiy amaliy konferensiyaning umuman Maturidiy merosini o'rganish haqida ahamiyati, umuman Maturidiy merosini o'rganish bugungi kun uchun qay darajada muhim? Albatta, Imom Maturidiy merosini o'rganish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilayotgani va bu narsa, ya'ni hozir ham e'lon qilindi, yaqindagina Maturidiy markazi bevosita Vazirlar Mahkamasi huzuriga o'tkazilib, yangidan tashkil etildi. Albatta, Maturidiylik ta'limoti yoki bo'lmasam o'sha Imom Maturidiy ajdodlarini, asarlarini o'rganish bugungi kunda juda ham muhim hisoblanadi. Mana hozirgina mana Misr vaqf ishlari vaziri ham o'zlarida aytib turibdilarki, o'sha vaqtda ming yillardan oldin mana shu buzg'unchi g'oyalarga, buzg'unchi guruhlarga qarshi turib bergan, o'shalarga raddiya bergan, islomni o'sha sog'lom e'tiqod asoslarini himoya qilgan mana shunday olimni hayotini o'rganish bugungi kunda juda ham muhim hisoblanadi. Zero ularni bugungi kundagi ahamiyati ham zero yo'qolgani va bugungi kunda undan uslublardan foydalanish va jamiyatda mana shunday turli xil buzg'unchilik yo turli xil firqalanishni oldini olishga alohida xizmat qiladi. Albatta, fikrlaringiz to'g'ri, Jamoliddin aka. Konferensiya o'z ishini davom ettiradi. Bugun 3 ta sho'baga bo'lingan holda dunyodagi turli davlatlardan kelgan olimlar,
Moturidiy ilmiy merosini o'rganish, uning bugungi kundagi ahamiyatini to'laqonli tahlil qilish bo'yicha munozaralarni olib boradilar. Biz esa keyingi soatlarda konferensiya tafsilotlari bilan tanishtirib borishda davom ettiramiz. Rahmat, studiya. Ma'lumotlar uchun rahmat. Dasturimiz davom etadi.